Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu jajji yigitchalarimizni mana nolalarini eshityapsizlar. Agar qo'llaringizdan kelsa, imkon qadar ehsonni 1 so'mi ham, 1000 so'mi ham ehson. Katta kichigi yo'q ehsonni. Qo'ldan kelgancha bir yordam qilsak yaxshi bo'lardi. Ro'za Ramazon oyida men даже shunday insonlarni eshitdim, mana shu hozir mana Erkinjon dadasi aytayapti. Ko'p mana shu xalqimizga ming bor rahmat aytaman, o'zbek xalqimizga uyiga olib kelib ehsonlarni berib ketyapti. Va shunday men o'zim eshitdim. Ro'zada iftor qilaman deb niyat qilgan edim dedi. Bugun bir odamdan eshitdim. Iftor qilmasa iftorlik qilayotgan xarajatimni shu bolajonlarga olib borib beraman degan gapni ham eshitdim. Qadrdonlar, shuning uchun befarq bo'lmasak juda yaxshi bo'lardi. Agar imkon qadar bo'lsa. Eng qizig'i, hurmatli kuzatuvchilar, bilasizlarmi? Ikkalasi otasi ham, onasi ham bitta aka-uka bular. Bitta oilada 2 farzand mana shu pochka qurishi bo'lib o'tiribdi. Otasi ham shuncha Rossiyalarda ishlab, yugurib, davolatib nima qildi ham foydasi bo'lmadi. $50,000 so'rayapti. $50,000 bu og'izga oson, lekin o'zlaringiz bilasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, iltimos videoni o'tkazib yubormang, 1 minutga vaqtingizni ajratingizlar. Mana bu yigitlarni qarangizlar, qanday bolajonlar yotibdi. Mana bu akasi, ikkalasi aka-uka. Bitta pauza qiling. Bu yigitchalarni pochkasi, ya'ni buyragi qurib oxir nimaga kelyapti, shunga buyragini almashtirish kerak ekan, Turkiyaga olib borib, Turkiyada $50,000 so'rayapti. Agar shuni hozir olib borsak, o'z hissamizni qo'shgan bo'lamiz shu yigitlarni hayotini saqlab qolishimizga. Necha yoshdasan, uka, isming nima? Ilyo. Necha yoshdasan? 14. Hurmatli Fozil akani obunachilari, men boshqa bolalarga o'xshab uyni yurishni xohlayman. Ehson qilishlaringizni so'rayman. O'zi Ramazonda qilayotgan ehsonlaringizni Alloh yetkazsin. Erkin, farzandlaringni qayerga operatsiyaga aytilgan? Turkiyaga aytdi. Doktorimiz faqat bitta Turkiya emas deyapti. Hindiston, Turkiya, Belorussiya, Rossiya. Qaysi doktor 90-95% javob beraman ishlashiga desa o'shanga to'g'ramiz deyapti. Lekin aytdi, birinchi sunnatni hozirgi kunda mana shu hafta 10 kun ichida qilish kerak dedi, chunki zaharlanish juda baland. Dializ aparatiga qo'yyapti. Habitdan keyin yaxshi ovqat yegandan qusib tashlayapti. Zahar balandligiga hisob. Necha yildan beri davolatyapsiz? Davolatishimiz ancha vaqt bo'ldi. Endi o'zi oxiri mana shu yil oktyabrda bu yog'i to'xtamay qoldi. Qusishi. Endi Rossiyada ishlab faqat shu 2 farzand davolatishni umr o'tdi-da. Aslida shu yo'q, mashina oldim. Shu masalan olgan mashina oldim, remont boshqa ishlarni qildim, lekin hozir mashinani ham sotdim. Boshqa lekin baribir yetmay qoldi. Shunga o'zimizni mahallaga bir chiqdik, yordam qilinglar dedik Hamzatga. Hamzat ham lekin yordam qiluvchi tarqab ketdi. Odamlar har joydan telefon qilyapti. Tashlab beryapti. Olib kelib beryapti. Sizga o'xshab kelib ko'rib. Bu videolar bizni mahallaga ham yetib bordi, qo'shni mahallalarimizga ham. Bizni mana shu Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Imomota mahalla Ukram qishlog'ida ham hozir 14,400,000 qancha pul yig'ilgandi. Shuni hozir olib mana topshirdik mahallamizning nomidan. Mahallalarimiz ham qarab o'tirgan emas. Atrofimizdagi mahallalar. Shunga agar imkon qadar bo'lsa, Ro'za Ramazon oyida ehson qilsak, ehsonlarimiz ijobat bo'lar, qadrdonlar. Shunday jajji yigitlarni hayotini saqlab qolgan bo'lamiz. Ehsonni 1 so'mi ham, 1000 so'mi ham ehson. Mana shu ekranda ko'radigan raqamlaringiz karta kimning nomida? Mana otasini kartasini qo'yaman. Men o'zimnikini qo'yganim yo'q, yoki boshqani o'zini mana shu yigitchalarni dadasi bo'ladi. Shu dadasi ism familiya Alimov Erkin Odilbek. Ana shunday deb chiqadi. Videoni boshqalar olib montaj qilib yana karta qo'yishi mumkin. Mana shu
aytgan familiya ismga tayinlaysizlar faqat. Boshqa karta chiqsa tashlamaysizlar. To'g'rimi? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hurmatli kuzatuvchilar, o'ylaymanki, natijasi yaxshi bo'ladi. Inshaalloh operatsiyadan kelgandan keyin sog'ayib ketganini ham inshaalloh sizlarga video qilib ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa, o'ynab kulib yurganlarini. Hozir больницадamiz, yana o'ylamaysiz uyda deb. Bu yer Samarqand shahar bunaqa profilni anaqa nima deydi? Bolalar ko'p tarmoqli bo'limida hozir yotibdi больницada. Hozir больницаga ham ruxsat olib kirdik bu yerga syomka uchun. Rahmat. Donor topdilaringmi? Donor o'zimizda. O'zlari. Bunga ayasi beradi, bo'lganda beradi. Ha, o'zlaring, ha? Ha, yaxshi. Donor ham mana o'zini ota-onasi ekan, o'zini pochkasidan beryapti farzandlari uchun. Ko'ryapsizlar, jigarlar. Shuning uchun ham $50,000 ketyapti. Donor o'zlari bo'lgani uchun. Rahmat. Hurmatli obunachilar, kasalliklarimizda yordam beringlar. Operatsiyaga ehson qilinglar. Meni boshqa bolalarga o'xshab o'ynab kulgim keladi. Ro'za